ko'pchilik kasallar, jigar sirrozi bilan xastalangan, gepatit, surunkali gepatit B, C bor kasallar ko'pincha faqat o'zini kasali atrofida butun fikri shu kasallar. Faqat shu diagnozini davolab yuradi. Gepatit B, C ni virusi ketqizish harakatida nazoratdan ko'pincha chiqib ketishadi. Yaxshi yurgan bo'lsa, shikoyati bo'lmasa, yaxshi o'zini his qilib yuradida, menda gepatit B yoki gepatit C yoki menda jigar sirrozi bor, lekin men o'zimni yaxshi his qilib yuribman deb yuraveradi. Afsuski, bu viruslar va jigar sirrozi aksariyat hollarda hozirgi kunda biza ko'p kasallarda aniqlamoqda jigar saratoni, ya'ni gepatosellyularniy karsinoma, jigar hujayralarining karsinomasi. Ya'ni bu jigar saratoni kasallik o'zi to'g'risida keyinchalik sirrozda yoki sirroz bo'lmasdan nima bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa narsalarni bilish kerakda. Chunki ko'plar befarq. Gepatit B bor, yurganman, menda bor, C bo'ldim, dori ichdim, tuzalib ketdim. Sirrozim bor edi, bo'ldi. Virusim yo'q, главное deb yuradi, lekin bilmaydi, что ertaga bu kasal rivojlanib ketadi. Bunaqalar juda ko'p aytyapman.